Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Sizlar bilan YouTube maktabi va Islomjon. Do'stlar, bugun sizlarga juda ham bitta ajoyib yo'nalish ko'rsatib o'taman va juda katta ehtimol bilan aynan mana shu yo'nalish 2026-yilda trendga chiqadi. Chunki yaxshi bilasizlar, bu yil jahon chempionati bor va men sizlarga bugun ko'rsatadigan yo'nalishim 2026-yilda, ya'ni bu yil juda ham trendlarga chiqishi kutilmoqda. Bu qanday yo'nalish deb so'rayotgan bo'lsanglar, hozir sizlarga ko'rsataman. Total goal. Bu yo'nalish plus mana bunday gravitatsiya videolari ham bor. Ko'ryapsizlar, o'sish bor bu yerda. Shu bilan birgalikda mana bunday Hi shakldagi guys, videolar. welcome back to our channel. In today's video, we're discovering the top 10 wins with only Mana 3 shunday losses. shakldagi videolar. Alexander Volkov carries an impressive 38 wins and 11 defeats. Curtis Blade Bu yerda futbolistlar emas, UFC jangchilari nech marta jang qilgan va nech marta mag'lubiyatga uchraganlari va rekord ism familiyalari va mamlakatlari qo'yib ketilgan. Mana shunday videolar bugun sizlar bilan qanday Comparison tayyorlanishini net. ko'rib chiqamiz do'stlar. Yana bir ikkita video ko'ramiz, ozginagina sabr qilinglar, videoga like bosib qo'yinglar, ko'ramiz. Albatta foydali bo'ladi. Mana futbolist va qaysi mamlakatdanligi mana ko'rishingiz mumkin. Bo'ldi, shu bilan o'tib ketaveradi. Mana James Rodriguez 80 million yevro, Kolumbiya ketyapti. Allen Robben 80 million yevro va davlati rasmi, Mario Balotelli 80 million. Hop, bu yerda mana davlati xuddi shu shaklda o'tib ketadi video mana. Va katta ehtimol bilan mana shunday videolarni sizlar ko'rgansizlar va qanday tayyorlanishga qiziqqansizlar. Bugun aynan mana shu yo'nalishda video tayyorlashni men sizlarga ko'rsatib beraman do'stlar. Va bu faqatgina futbol mavzusiga oid yo'nalish emas, bu juda ham katta yo'nalish. Bu yerda siz eng boy insonlar, misol uchun dunyodagi eng katta ilonlar farqi yo'q, yo qaysidir bitta insonni yoshligidan katta bo'lgungacha bo'lgan davri, dunyodagi eng boy prezidentlar, eng aholisi ko'p mamlakatlar, juda ham katta, ya'ni ma'lumotlar bazasini qilsangiz bo'ladi. Faqatgina futbol mavzusi emas, bu juda katta tarmoqli yo'nalish. Bitta iziga tusha oladigan bo'lsangiz juda ham katta yo'nalish. Demak, mana shu yo'nalishda video tayyorlashni ko'rib chiqamiz. Videoga like bosmagan bo'lsangiz, albatta bosib qo'ying, bittagina like ekan u. Prosta videomiz ko'tarilishiga va ko'proq insonga foydasi tegishiga hissa qo'shgan bo'lasiz xolos Ramazon oyida. Demak do'stlar, boshladik. Bu yo'nalishda videolar qanday tayyorlanadi? Kanalda mensiya bor ekan. Demak, bu yo'nalishda video tayyorlash uchun bizga AlienArt.io sayti kerak bo'ladi. Saytga kirasiz, Google akkaunt orqali ro'yxatdan o'tasiz va mana Statistics degan bo'lim bor. Statistics bo'limiga o'tadigan bo'lsak, bu yerda YouTube Channels bo'limida turibdi. Va misol uchun YouTube kanallar reytingi bu yerda. Bu yerda reytinglar turibdi, YouTube kanallar reytingi. Agarda select al qiladigan bo'lsangiz, barcha YouTube kanallar tanlanadi. 100 ta YouTube kanal tanlanadi va misol uchun create project qiladigan bo'lsak, qaysi bir turini tanlaysan deyapti. Bizga mana bunisi yaxshi. Bunga bosaman 1920 ga 1080 format qaysi birini tanlaysan deyapti. Shunisini tanlay qolamiz. Nima bo'yicha bu yerda bahs ketsin? Obuna bo'yichami, tomoshabin bo'yichami? Bunda bizga obuna bo'yicha ketsin. Yiligami? Da, yiliga. Create'ni bosamiz, ochishni bosamiz va kutib turamiz. Mana hozir ko'rishimiz mumkin, boshlanadi. Va mana shunday videolarni sizlar aniq avvallari ko'rgansizlar. Men hozir sizlarga buni qanday tayyorlanishini ko'rsatib beraman. Bosqichma-bosqich, ipidan ignasigacha. Faqat o'tkazib yormasanglar bo'ldi do'stlar. Davay, kutib turamiz. Data bo'limiga o'tib qo'yamiz. Layers bo'limi. Xo'p. Bitta obnovleniya berib qo'ychi. Xo'p. Da mana ketdi misol uchun. Bu yerda mana ketyapti, uje poyga boshlandi, mana ko'rishingiz mumkin. Mana poyga bo'lyapti bu yerda, mana Mr. Beast o'tib ketyapti. Xuddi shu shaklda davom etadigan bu yo'nalish, to'g'rimi? Endi bu yerga biz o'zgarishlar kiritishimiz mumkin. Misol uchun Statistics bo'limida biz X bosib qo'yaman. Layers bo'limiga o'tgan holatda background, ya'ni mana bu fonni o'zgartirsak bo'ladi. Ustiga bir marta bosaman. Bu yerda add image ni bosaman, misol uchun bu yerdan add file ga bosaman va galereyamdan xohlagan rasmni tanlab qo'yib qo'yishim mumkin fon uchun. Misol uchun mana shu rasmni tanlayman.
Prosta takka. Ko'rsatib berish uchun sizlarga tanlandi. Mana. Mana bu joyga tushdi mana, bo'ldi. Endi qo'yib ko'raman mana. Uncha yemadi, ya'ni yozuvlar ko'rinmay qoldi bu yerda. Bu yerdagi yozuvlar ko'rinmayapti. Bu yerda kanallar nomlari ko'rinmayapti misol uchun. Va add audio bo'limiga kirib, misol uchun, qo'shimcha agarda sizga qanaqadir yoqqan musiqa bo'ladigan bo'lsa, tanlab qo'ysangiz bo'ladi. Musiqa tanlab qo'ysangiz bo'ladi srazu. Titel bo'limiga bosgan holatda mana titrlarni o'zgartirsak bo'ladi. Mana bu yuqoridagi yozuv mana. Plus bu yerda pastda har xil mana tekst stillar bor. Tekst stillari tanlab qo'ysak bo'ladi mana. O'zgaryapti chiroyli holatga. Va aynan mana shu tekst stillar rangini tanlab qo'ysak bo'ladi. Ustiga bosamiz, misol qizil qilib qo'yamiz mana. Qizil tekstil va xohlasak mana kattartirishimiz mumkin. Mana. Endi data xohlasak mana bularni yil yoki angliyskiy yoki boshqa tilga o'zgartirsak bo'lar ekan. Demak, bu yer ketdi, avtomatik hammasi sozlanadi va misol uchun buni eksport qilmoqchi bo'lsak, preview bo'limiga o'tamiz va tayyor bo'lgan proyektni ko'rishimiz mumkin. Buni eksport qilmoqchi bo'lsak, eksport mana bo'ldi, ketdi уже. Yo'q, qayt. Уже yuklanish boshlandi misol uchun proyekt. Ketyapti mana eksport. Ko'rishlar mumkin. Bizga hozircha kerak emas. Demak, shunday qilib eksport qilsak bo'ladi. Bitta statistikani ko'rib chiqdik. Endi keyingisini ko'rib chiqamiz. Statistik bo'limida mana armiya bo'yicha bor ekan mana. Armiya select al qilsak, yana boyagidek hamma, ya'ni armiyadagi jangchilar soni bo'yicha. Bu yerda yana proyekt ochib bemalol davom etishimiz mumkin. Populyatsiya, ya'ni ko'payish bo'yicha, inson soni bo'yicha mana yana select al qiladigan bo'lsak, tanlashimiz mumkin. Bundan tashqari templates bo'limiga kiramiz. Templates bo'limiga kiradigan bo'lsak, bizga mana tayyor shablonlar bor. Futbolchilar, mana kubok olganlari, qaysi mamlakatdan, transfer narxi, tug'ilgan yillari bo'yicha mana bu yerga bosadigan bo'lsak, mana juda ham ko'p proyektlar bor. Kubok olganligi, olmaganligi, kubokni nechanchi yil olganligi, oltin to'p olgan, olmagan, nechta qizil kartochka olgan misol uchun. Dalshi mana ketilaveradi. Bu yerda mana shuncha ma'lumotlar bor. Aholi soni bo'yicha yoki qaysi yil mustaqil bo'lgan. Bu juda ham katta mavzu aytib o'tganimdek. Bu prezidentlar, aholi soni, boyliklar yo bitta insonni boyib borish nima deydi? Yildan yilga boyib borgani, puli ko'payib borgani juda ham katta mavzu xullas. Mana shuncha ko'pgina shablonlar bor. Bemalol tanlab ishlatsanglar bo'ladi. Misol uchun endi ko'ramiz. Bu yerda mana kompression bo'limida qizil kartochka olgan futbolistlar bor ekan. Misol uchun shunga bosaman. Bosamanda mana уже ketdi. 3-chi, 4-chi va shunday davom etyapti. Endi bu yerda klon deganga bosib olaman men va confirmga bosaman. Klonga bosib oldim bir marta. Bosganimdan keyin mana title 1, title 2, title 3, title 4. Endi data bo'limiga o'tadigan bo'lsam, bu yerda mana 8 ta futbolist turibdi ekan va men add row bosadigan bo'lsam, pastidan yana qo'shilyapti mana. Ya'ni qo'shimcha futbolistlar qo'shsam bo'ladi bu yerdan bemalol. Endi nima qilaman? Birinchisiga bu yerga title yozish kerak. Men sizlar uchun tayyorlab qo'yganman, misol uchun Eldor Shomurodov. Eldor Shomurodov. To'g'ri yozdimmi? Eldor Shomurodov. Mana bu yerga bosadigan bo'lsam, bu yerdan rasmini tanlashim kerak bo'ladi. Ustiga bosdim. Mana bu joyda upload, add file mana yuklab tayyor qilib qo'yibman. Eldor Shomurodov rasmini tanlab qo'ydim. Yoki siz galereyangizda bo'ladigan bo'lsa, mana tanlandi. Add file qilib galereyadan yuklab qo'yishingiz mumkin. Men уже yuklab tayyor qilib qo'ydim, чтобы sizlarning vaqtlaring olmasligi uchun. Ikkinchisi misol uchun bo'l. Ikkinchisi A.Husanov. Misol uchun Husanov. Bu yerga bosaman. Upload Husanovni ham yuklab qo'yibman. Ustiga bosaman. Uchinchisi misol uchun bu yerga yozaman Holland. Misol uchun Erling Holland rasm ustiga bosaman. Upload va Holland rasmini tanlayman. Rasmlarni qayerdan olaman deydigan bo'lsanglar, shunchaki juda ham oson. Mana bu mana bu joyga qidiruvga Husanov deb yozsam, Husanov rasmlari kelib chiqadi. Misol uchun Balotelli desam, Balotellining rasmlari kelib chiqadi mana. Xohlagan futbolistlaring yozishingiz mumkin. Buni ham hozir tushuntirib o'taman. Kelgan joyimiz do'stlar,
Bu yerga Holland rasmini yozdim. Va bu yerga title nima edi? Boya qaysi davlatdanligi misol uchun O'zbekiston. To'g'rimi? Nechta qizil olganligi. Misol uchun 14 ta oldi misol uchun. Husanov 9 ta oldi. Holland misol uchun 10 ta oldi. Shu shaklda yozib ketaveramiz futbolchining ismini, rasmini, qaysi mamlakatdanligi va shu shaklda yozib ketaveramiz misol uchun. Bu yoqga ham davom etib qo'shib ketsak bo'ladi. 9 misol uchun 10 11 shaklda ism, familiya, rasmni va shu shaklda qo'shib bu yerga ko'paytirsak bo'ladi. Endi data bo'limini tushuntirib o'tdim. Bundan keyin misol uchun agarda bayroq tanlamoqchi bo'lsangiz, bayroq ham qo'shib qo'ysa bo'ladi. Buni ham ko'rsatib o'taman. Layers bo'limiga o'tadigan bo'lsak, layers bo'limida mana red cards turibdi. Layers bo'limi backgroundni bosadigan bo'lsak, orqa fonni o'zgartirsak bo'ladi. Background ustiga bosaman. Mana misol uchun bosdim, add image. Bu yerda add file'ga bosamanda orqa fonni o'zgartirib qo'yishim mumkin. Agarda sizda o'zingizga yoqadigan qanaqadir fon bo'ladigan bo'lsa, bemalol tanlab qo'yishingiz mumkin buni. Men mana shu fonni tanlayman, misol uchun oq fonni tanladim. 2 marta ustiga bosdim. Aytishlar mumkin, kompyuter uchun faqat ko'rsatyapsan deb. Telefonda ham xuddi shunaqa tayyorlanadi. Telefonda ham xuddi shunday tayyorlanadi. Add audio bo'limiga bosiladi. Va add audio agar o'zingizga yoqadigan fayl bo'lsa, bemalol galereyangizdan bu yerga tashlab olishingiz mumkin. Telefonda ham, kompyuterda ham bir xilda tayyorlanadi. Endi Elements bo'limiga o'tadigan bo'lsak, biz mana bu yozuvni o'zgartirishimiz mumkin, titlni, ya'ni titlni rangi sariq, boshqa rangga o'zgartirishimiz mumkin, xohlasak qizilga, mana qizilga o'zgartirishimiz mumkin va mana buni boshqa tekst stilga o'zgartirsak bo'ladi. Bu yerda mana yana qo'shimchasi chiqib turgandi. Xo'p, bu yerdan o'zgartirsak bo'ladi demak. Endi mana Shomurodov ichida yozuv turibdi. Va buni orqasidagi fonni o'zgartirsak bo'ladi mana. Bu yerda ko'k tanlanganmi mana? Och ko'k qilamiz mana. Bo'ldi. Yoki ko'kka agar yemayotgan bo'lsa mana sariq. Endi ko'rinyapti yaxshi. Va shunda preview bo'limiga o'tadigan bo'lsak, hammasini mana shu qismi sariq bo'ldi mana, ko'rdinglar? Mana ketdi. Va orqa fon biz tanlagan fon bo'ldi. Elements bo'limi, layers bo'limi, data bo'limlarini tushuntirib o'tdim. Va endi previewga bosib, tayyor bo'lgan proyektni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bitta narsani tushuntirib o'taman do'stlar, agarda sizda tekin tarif bo'ladigan bo'lsa, 100 megabaytgacha bo'lgan fayllarni eksport qilsangiz bo'ladi va 30 daqiqagacha bo'lgan videolarni eksport qilsangiz bo'ladi. Ya'ni tekini xuddi shunday. 3 minutgacha bo'lgan proyektdan 10 ta eksport qilsangiz bo'ladi, agarda 100 megabaytdan ortib ketmaydigan bo'lsa. Odatda ortib ketadi. Upgrade to Pro bu Pro tarifida siz 100 gigabaytgacha bo'lgan xotira beriladi sizga. 20 daqiqagacha bo'lgan videolarni eksport qilishingizga imkoniyat beradi. Barcha proyektlardan foydalanishingiz mumkin. 60 fps da yuqori sifatli videoda ya'ni suv belgisi yo'q. Bu yerda suv belgisi bor. 30 minutgacha bo'lgan videolar eksport bo'ladi va 30 fps da 3 minutlik videolar eksport qilish mumkin. Ya'ni $19 ga oladigan bo'lsangiz, meni tushunishim bo'yicha bepul. Xuddi shu shaklda mana bu futbolistlarni, misol uchun nechta sariq, nechta qizil olganligini qayerdan bilasan deydigan bo'lsanglar, ChatGPT bor bizda. Mana tayyor qilib yozdirib qo'yibman. Menga tarixda eng ko'p qizil olgan futbolistlarni top 50 tasini yozib ber dedim. Ketdi. Gerardo Badoya, misol uchun Kolumbiya 46 ta qizil olgan. Sergio Ramos 28 ta Ispaniya, Cyril Roll 27 ta misol uchun Fransiya, Alex Ruano 22 ta Ispaniya deb ko'rsatib qo'yibdi. Tayyor. Bu futbolistlarni misol uchun ism familiyasini men shunchaki mana Google ga yozaman. Google ga qidiraman mana misol uchun. 46 ta o'sha qizil olgan futbolist mana, o'sha futbolist. Rasmini olaman, joylashtiraman. Boyagi qizil kartochkani tagiga 46 ta deb yozaman va bunaqa eng asosiy ma'lumotlar eng oxirida bo'ladi. Boshida siz 4 ta, 3 ta, 2 ta bilan boshlashingiz mumkin va oxirga qarab mana bu joyga qarab borgan sari 46 ta ya'ni eng ko'p qizil olgan futbolistlar oxirrog'ida bo'ladi odatda, to'g'rimi? Bu ma'lumot uchun sizlarga aytib ketyapman. Har qanday ma'lumot ChatGPT dan olsanglar bo'ladi va
foydalansanglar bo'ladi. Meni o'ylashim bo'yicha sizlarga juda ham foydali bir qiziqarli, dolgojivущий, ya'ni doimiy bo'lgan, hech qanaqa bir xavfli kontent yoki detskiy kontent, nedostoverniy kontent degan muammolarga tushib qolmaydigan yo'nalish bo'yicha ma'lumot berdim deb o'ylayman do'stlar. Video foydali bo'lgan bo'lsa like bosing, kommentariyaga qanaqadir savollaringiz bo'ladigan bo'lsa yozib qoldiring va albatta kommentariyani yuqori qismida zakrepit qilib qo'yilgan Telegram kanalimga o'ting va obuna bo'ling do'stlar. Men bo'lsa sizlarga maksimal toza, sifatli va sizlar uchun foydali bo'ladigan yo'nalishlarda video chiqarishda davom etishga harakat qilaman. Sog' salomat bo'linglar. Sizlar bilan Islomjon va YouTube maktab bo'ldi. Charchamanglar.